Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun Max klinikasining Dvarkadagi filialida nefrologiya va transplantatsiya bo'limi asosiy direktori doktor Saurabh Pokhriyal bilan birga transplantatsiya haqida batafsil ma'lumotlarni olamiz. Ya'ni buyrak transplantatsiyasi haqida nimalar sabab bo'ladi, uni yechimlari nima bo'ladi, transplantatsiyadan keyingi hayot, barchasi haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Hello sir, we can address you. Men doktor Saurabh Pokhriyal, nefrolog va transplantatsiya bo'yicha mutaxassisman. Oxirgi 25 yil davomida nefrologiya sohasida buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyotini bajarib kelyapman. Jamoam bilan birgalikda Dehli shahrida 2000 dan ziyod buyrak transplantatsiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirganmiz. Endi bizani ko'pchilikni qiziqtirgan narsa bu transplantatsiyaga, buyrakning shunaqa kasalliklarga sabab bo'lishiga nimalar olib keladi, shu haqida bilib olamiz. Sir, so for kidney transplant, what are the reasons like the people will come to till that level? Like what are the causes of that? Dunyo bo'yicha surunkali buyrak kasalligiga olib keladigan kasalliklardan biri bu qandli diabet sanaladi. Dunyo bo'yicha buyrak zararlanishidan aziyat chekkan bemorlarning qariyb 50% aynan qandli diabetning birinchi va ikkinchi turlari bilan og'rigani kuzatilmoqda. Shuningdek, yuqori qon bosimi ham buyrak kasalliklariga sabab bo'luvchi omil hisoblanadi. Odatda bemor buyragining ishlash funksiyasi normadagidan 15% ga past bo'lganida dializ boshlaymiz. Bunda bemorni 5 darajali buyrak kasalligi borligi haqida ogohlantiramiz. Kasallikning salbiy oqibatlari namoyon bo'lganda, ya'ni qonda kaliy miqdorining ko'tarilishi, qonda gaz darajasining oshishi kabi holatlar kuzatilganda, bemorga dializ boshlashni tavsiya etamiz. Agar ularda imkoniyat bo'lsa, buyrak transplantatsiyasi qildirganlari ma'qul. Yuqori sifatli gemodializ bemor umrini uzaytirishi mumkin. Masalan, bemorlarim orasida oxirgi 15 yildan beri gemodializ yordamida hayot kechirayotganlari bor. Qisqa vaqt ichida sodir bo'lgan buyrak zararlanishlarini davolash mumkin, biroq surunkali buyrak kasalligini muolajalar orqali davolash mushkul. Bemorda o'tkir buyrak yetishmovchiligi aniqlanganida, dastlab bir muddat gemodializ yordamida davolanadi. Uzoq vaqtli dializ va transplantatsiya esa faqatgina surunkali buyrak yetishmovchiligi aniqlangan va qayta tiklab bo'lmaydigan holatdagi bemorlarga tavsiya qilinadi. Demak, buyrak transplantatsiyasiga dunyo bo'yicha asosiy olib keladigan sabablardan eng birinchisi, bu eng ko'p uchraydigani sahr ekan, undan keyingi o'rindagi davleniya ekan. Demak, ko'pchilik tushunadi, чтобы dializ, masalan, dializga tushib qolsak, u bilan qancha davom etishimiz mumkin. Demak, bu haqida ham shifokor gapirib o'tib ketdilar. Endi bizni keyingi qiziqtirgan narsa buyrak transplantatsiyasidan keyingi hayot qanaqa bo'ladi? Ya'ni transplantatsiyada ko'pchilik so'raydigan narsa bu buyrak perisadka bo'lgandan keyin bemor necha yil yashaydi? Shu haqida shifokordan so'rab ko'ramiz. Sir, most of the people will ask, for example, they need kidney transplant now, and they will think about like patients will not live for longer life if they do the kidney transplant, or there is some period is there till that time this kidney can function. Some people say 10 years, 15 years. Is there anything like this, like lifelong of the patient? There is Buyrak qancha vaqt ishlashi mumkinligi borasida aniq belgilangan muddat yo'q. Statistik ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, transplantatsiyaning dastlabki yilida 100 dan 96-97 ta buyrak normada ishlab kelmoqda. Biz 2-3 ta buyrakni yo'qotamiz. Operatsiyadan keyingi 5 yillikda 90% buyraklar yaxshi ishlayapti. Taxminan 10% ning faoliyati o'zgargan. 10-yilda esa ishlayotgan buyraklar foizi 70% ga tushyapti. 30% esa funksiyasini yo'qotib bemor qayta dializga tushadi. Lekin bunda e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan jihat bu, buyrak transplantatsiyasi dializga qaraganda ancha yaxshiroq yo'l ekanligi. Agar bemor shu darajaga kelsaki, ya'ni ular dializ boshlashi kerak yoki transplantatsiya, agar ularda transplantatsiya uchun imkoniyat bo'lsa, bu gemodializga qaraganda ancha yaxshi variant. Muvaffaqiyatli buyrak transplantatsiyasidan keyin bemorlar o'zlarining ishiga, odatiy hayot tarzlariga qaytishi mumkin. Aks holda dializ muolajasi uchun haftasiga 3 martagacha qatnash, doimiy ravishda davolanishlarda bo'lish, muolajalar muddatini o'tkazib yubormaslik kerak bo'ladi. Shu bilan birga bemorga shifokor tomonidan ba'zi oziq-ovqat mahsulotlari iste'moliga taqiqlar qo'yiladi. Parhezga amal qilish talab etiladi. Shuning uchun agar bemorda transplantatsiya qilish imkoniyati bo'lsa, bu eng maqbul tanlov hisoblanadi.
Transplantatsiyadan keyin bemor odatiy hayot tarziga qaytsa bo'ladi. Ovqatlanish bilan bog'liq taqiqlarga zarurat bo'lmaydi. Faqatgina iste'mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlarining sifatiga e'tibor qaratish kerak, xolos. Transplantatsiyadan keyingi dastlabki 6 oy davomida bemorlarga xom sabzavotli salatlar yeyishni tavsiya qilmaymiz. Ko'cha-ko'yda emas, uy sharoitida taom tayyorlab yeyishni maslahat beramiz. Agar yana dializ bilan solishtiradigan bo'lsak, dializda ovqatlanishdagi taqiqlar butun umrlik bo'ladi. Tarkibida kaliy bor mevalar, sharbatlar, kokos suvi, ba'zi belgilangan mevalarni iste'mol qilish mumkin emas. Bemor ko'p miqdorda suyuqlik, shuningdek kofe ham icha olmaydi. Dializdagi ovqatlanish tartibi transplantatsiyadan keyingi tartibdan keskin farq qiladi. Demak, transplantatsiyadan keyingi hayot dializda yashagandan ko'ra ancha yaxshiroq ekan. Endi yana bizda bitta asosiy muammo, ko'pchilikni qiziqtirgan savol bor. Bu donor masalasi. Donorning hayoti haqida transplantatsiyadan keyin. The next question will be like about the donor, because people will be worried. For example, in liver transplant they say okay, liver will recover. So in kidney, like people say they are worried about how I can live with one kidney, until when can I continue to live? Is there any like drawbacks for my life after the transplant for the donors? So Buyrak transplantatsiyasi 1954-yildan beri amalga oshirib kelinmoqda. Bizda qariyb 70 yillik statistika mavjud. Bir buyuragini bergan donorda yuqori qon bosimi xavfi, peshobida oqsil aralashishi kuzatilishi mumkin. Donorlarga beradigan maslahatimiz bu sog'lom turmush tarziga amal qilishdan iborat. Bugungi kunda hatto sog'lom odamlarga ham shunday tavsiya beriladi. Doimiy jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish, tana vaznini saqlab turish kerak. Agar ular ortiqcha vazn yig'adigan bo'lsa, yolg'iz qolgan buyrak bosim ostida qolishi mumkin. Ovqatdagi tuz miqdorining kam bo'lishi, shuningdek, yog'siz ovqatlarni yeyish, ya'ni ko'p yog'li qovurilgan ovqatlarni iste'mol qilmaslik va yiliga bir marotaba sog'lig'ini tekshirib turishi. Bunda buyrak funksiyasini ham nazoratdan o'tkazish kerak. Ko'pchilik donorlar odatda hech qanday jiddiy muammolarga duch kelmaydi. Demak, donor bo'lish uchun ham umuman xavotir olmasa bo'lar ekan. Demak, buyrak transplantatsiyasi ma'lumotlarga ko'ra 70 yildan beri qilinayotgan bo'lsa, ko'pchilik donorlarda deyarli muammolar bo'lmagan. Faqatgina biz amal qilishimiz, nafaqat donorlar, balki hamma amal qilish kerak bo'lgan narsa bu sog'lom turmush tarziga amal qilishi kerak ekan. And yana bitta savol ko'pchilik so'rashgan, sahrim bor, peresadka qilib bo'lmas ekan deb aytishdi doktorlar, deyishadi. Shu narsa haqida ham oydinlik kiritib olamiz. Demak, sahr bu buyrak yetishmovchiligini bitta asosiy sabablaridan bo'lgandan keyin, demak, peresadka qilsak bo'ladi. Shu haqida ham shifokordan ma'lumotlarni bilib olamiz. So there is a saying that like in our country people say, patients mostly will ask me, for example, my mom has she's diabetic. So like doctors are saying with diabetes she cannot go for kidney transplant. So it is like we have already given the answer, because 50% reason is the diabetes only. Transplantatsiya qilinadigan bemorlarimizning asosiy qismini qandli diabet kasalligi bilan og'rigan bemorlar tashkil qiladi. Biz qandli diabeti bor donorlarni qabul qilmaymiz, chunki qandli diabeti bor insonlarning 30%da kelajakda buyrak kasalliklari rivojlanishi xavfi bor. Agar kimdadir qandli diabet bor bo'lsa va donor bo'lmoqchi bo'lsa, shuni bilishlari kerakki, bugun ularning buyrak funksiyalari yaxshi bo'lishi mumkin, lekin kelajakda buyrak kasalligi rivojlanishi xavfi o'ta yuqori bo'ladi. Shuning uchun biz donor sifatida qandli diabeti borlarni qabul qilmaymiz. Biroq bemorlarimizning deyarli yarmida diabet sababli buyrak yetishmovchiligi kuzatiladi va biz ularga hech qanday muammosiz buyrakni ko'chirib o'tkazamiz. Demak, donorlarda sahr bo'lsa qabul qilmaymiz va bemorlar sahr bo'lgan taqdirda ham operatsiya qilinishi shart, chunki bu kasallikning sababi o'zi sahr bo'lib kelgan ekan. Transplantatsiyadan keyin ko'pchilik bemorlar infeksiya xavfidan xavotir olishadi. Sababi, boshqa insonning buyragini bemorga olib qo'yganimizdan keyin bemorning immunitet tizimi buni sezadi. Ya'ni bu mening buyragim emas deydi va uni yo'q qilishga harakat qiladi. Bu kabi holatlarning sodir bo'lishini oldini olish uchun, ya'ni organizm buyrakni qabul qilmaslik holatini oldini olish maqsadida biz bemorga immunitetni tushirish uchun belgilangan dori-darmonlarni beramiz. Bemorning immun tizimini tushirganimizdan keyin tanada infeksiya xavfi yuqorilaydi. Shunda savol tug'iladi. Transplantatsiya beradigan foyda bunday xavfga arziydimi?
Albatta ha. Shuning uchun biz bemorlarga transplantatsiya dializni davom ettirishdan ko'ra ancha yaxshiroq variant deya ayta olamiz. Infeksiya xavfi maksimum transplantatsiyadan keyingi 3 oydan 1 yilgacha muddatda kuzatilishi mumkin. 1 yildan keyin esa infeksiya xavfi o'z-o'zidan tushadi. Chunki biz 1 yildan keyin dorining dozasini minimum miqdorga tushiramiz. Bu esa infeksiya xavfini ham sezilarli darajada kamaytiradi. Yeah, okay. Qandli diabet kasalligi operatsiyadan keyin ham nazoratga olinmasa, yangi buyrakka ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun biz diabetli bemorlarga transplantatsiyaga olishdan oldin barchasini tushuntiramiz. Qandli diabet uchun dorilarni davomli ichishlari zarurligini ta'kidlaymiz. Kimdir ularga o'z buyragini berayotgani va buni asrash kerakligini uqtiramiz. Bemorga doimiy mashqlar qilish, qon bosimini me'yorda saqlash, tana vaznining oshmasligi, dorilarni vaqtida ichish, tez-tez tekshiruvlarga borib turish uchun o'zlari javobgar ekanliklarini aytamiz. Chunki transplantatsiya qildirish bu palapartish yashashga taklifnoma emas. Ular har doim sog'lom turmush tarziga amal qilishlari, tartibli hayot kechirishlari lozim. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. All right.